Assalomu alaykum. Obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir sizlarga yetkazib qo'yadigan takror yana yangi davlatlardan yangi vakansiyalarimiz bor edi. Bu vakansiyalarni yetkazmasdan oldin do'stlar, doimgidek kanalimizga yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar do'stlar. Va bundan tashqari yana doimgidek mana Instagramdan menga to'g'ridan bog'lanishlaring mumkin do'stlar va bundan tashqari Telegram gruppamizdan ham to'g'ridan sayohat olami deb yozib qidirib kiradigan bo'lsalaring, meni o'zimni to'g'ridan Telegram gruppamizni ko'rasizlar do'stlar. Shu yerga kirganlaringda meni o'zimni to'g'ridan bir silkam bor, ana shu yerda kichikcha o'zi admin chiziqcha bir qilib yozib qo'ygan, silkamni qo'yib qo'yganman do'stlar. Ana shu yerda gruppaga kirsalaring ko'rasizlar. Xo'p do'stlar, yana bir narsa, bu safar bir ajoyib bo'lib bir boshqacha bir shapka kiyib chiqdim. Buni bilib turgan do'stlar, mana sochni ham olib tashladim kecha tagidan. Endi bundan bu yog'iga bizni kim yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Kim sevardi endi bizni? Shundan keyin olib qo'yaverdim. Asosiy maqsadimiz do'stlar, Bolgariya bilan Latviya davlatlarida yangi vakansiyalar kelgan do'stlar. Yangi vakansiyalar, ajoyib vakansiyalar. Bularni hozir mana shu Bolgariyadan boshlaymiz. Do'stlar, bularda mana shu Bolgariyani vakansiyalarida pashti hammasida yo'l kiralaringni qilib beradi degan nimasi bor bu yerda. Xabarlaring bo'lsa, shuni ham boshdan bir yetkazib aytib o'tay. Bundan tashqari 2 yillik deviza bo'lib, qurilish sohasida ishi bor. Shahar Plovdiv degan yer ekan. Qurilishlarda do'stlar, elektromontorlar kerak. Vazifalari qurilishda elektromontorlik ishlari, elektrik uzatish, liniyalar va elektrik tarmoqlarini xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. Mana shunday do'stlar ishlari bor. Albatta, arkamdan bir yosh bolalarning ham ovoz kelib turibdi. Xabarlaring bo'lsa, o'rmonda chidaman, yosh bolalar o'ynashyapti, bilmayman. Bu yerda qanaqa qilib kelishadi, oilasi bilan mashinada uzoqlardan kelishib, mana o'ynashib ketishadi o'rmonlarda. Mayli, buni ham hech qisi yo'q. Elektrik tarmoqlariga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari bor do'stlar. Bundan tashqari talablari 50 yoshgacha do'stlar. 50 yoshgacha bo'laveradi. Tajribaga ega bo'lgan erkak kishilar faqatgina lekin. Joylar soni albatta juda ko'p do'stlar. Qancha odam bo'lsa olaveradi, elektrikchisi bo'lsa bo'ldi. Rus tilini bilish majburiy do'stlar. Bundan tashqari hujjatlari vizavoy markazga tayyorlash, ya'ni muddati 90 kun bo'ladi. Ya'ni u yoq bu yoq bilan bir 3 oyga baribir borib qoladi. Ya'ni sizlar to vizalaringni olgunlaringcha. Shartlari do'stlar, ish haqqi 850 yevrodan boshlab to 1600 yevrogacha tajribaga qarab beriladi do'stlar. Endi siz keldingiz, bir ustamassiz, bir tuzuq quruq qo'lingizdan bilmaysiz, ozgina ishlagansiz. Agar mana shu ishga kelib qoladigan bo'lsangiz, ular ko'rib turib sizga 850 dollar berishligi mumkin, yo 900 dollar, yo 1000 dollar berish. Agar professional yaxshi usta bo'ladigan bo'lsangiz, 1600 yevrogacha maosh olasizlar do'stlar. Ish jadvali to'liq ish kunlari bo'ladi, yashash joylari bepul bo'ladi do'stlar, ovqatlanish bepul bo'ladi do'stlar, tibbiy sug'urta bepul bo'ladi do'stlar. Qo'shimcha faqat MDH davlatlaridan fuqarolar qabul qilinadi. Ish beruvchi tomonidan suhbat o'tkaziladi albatta do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. Hujjatlar do'stlar, xorijiy pasportingiz kerak bo'ladi. Ya'ni zagran pasport deyilyapti. Sudlanmaganlik haqida ma'lumotnomasi apostili bilan birgalikda menga tashlab berasizlar do'stlar. Va bundan tashqari anketa. Anketa degani rezume, CV degan narsalar bo'ladi. Buni bilmagan insonlar bo'lsa, internetdan qarasalaring albatta chiqadi. CV nima deb yozsalaring yoki rezume nima deb, qanday tayyorlanadi deb yozsalaring albatta o'rgatiladi. Xuddi mana shunday menga tayyor qilib tashlab berishlaring kerak bo'ladi do'stlar. Qayerdan tashlab beramiz? Zoiraga siz bilan qanaqa muloqot qilamiz deyotgan insonlarimizga takror aytayapman. Mana do'stlar, yo Instagramdan, avvalo menga Telegramdan, mana shu Telegram gruppamiz do'stlar. Telegramga kirsalaring to'g'ridan meni o'zimni lichkam turibdi. Mana shu lichkadan bog'lanishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, ikkinchi vakansiyamiz ham Bolgariyada bo'lib, tibbiy hamshiralar kerak do'stlar. Bu ham D vizasi bo'lib, shartnomalar 3 yil bo'ladi do'stlar. Albatta bundan keyin ham cho'zib ishlasa bo'ladi. Elhovo degan shahri, lavozim tibbiy hamshiralar kerak do'stlar. Joylar soni do'stlar albatta qancha bo'lsa ham qabul qilinaveradi. Xabarlaring bo'lsin. Vazifalari tibbiy protsedura, manipulyatsiyalarni bajarish do'stlar. Qabul va shifokorlarga yordam berish. Bemorlarni holatini nazorat qilish, tibbiy hujjatlarni yuritish, bemorlar bilan aloqa qilish, sanitariya va asboblarni sterilligini nazorat qilish do'stlar. Ishlar mana shulardan iborat.
dori, darmon va sarf materiallari bilan ishlash. Ish sharoitlari do'stlar uzoq muddatlik, ya'ni 3 yillik bo'ladi do'stlar. Kontrakt shunaqa bo'ladi. Ish jadvali smenali, kunduzi, tungi bo'lib 12 soatga bo'linadi do'stlar. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Bo'limlar terapiya, nevrologiya, ish vaqti oylik hisobida. Ish vaqti albatta do'stlar oylik hisoblaringda yig'iladi. Bularda ham xabarlaring bo'lsin. Qancha ishlagan bo'lsalaring, shunga qarab pullaringni beradi. Shuni aytilyapti shekilli bu yerda, katta ehtimol bilan. Ish haqqiga keladigan bo'lsak do'stlar, ish haqqi 1357 va 1475 dollar, Amerika dollarlariga netto to'liq bandlik bonuslari bilan shunaqa bo'ladi do'stlar, xabarlaring bo'lsin. Ya'ni 1300, 1400, 1500 atrofida maosh olasizlar, shuni aytilyapti bu yerda. Talablari o'rta tibbiy ma'lumot bo'lish kerak. Kamida 5 yillik ish stajiz bo'lish kerak do'stlar. Kompyuterdan bazaviy foydalana olish kerak, buni ham bilish kerak. Jins va yosh ahamiyatga ega emas do'stlar. Erkaklar ham, ayollar ham bo'laveradi. Sinov muddati 6 oy deb aytilyapti bu yerda do'stlar. Mana shu Bolgariyada mana shu vakansiyamiz bor va yana bundan tashqari do'stlar, Bolgariyada 3 yillik viza beriladigan yana bitta ishimiz bor. Bu ham transport kompaniyasi shahari Sofiyada SY kategoriyalarga xabarlaring bo'lsin. Vazifalar u yerda yuk mashina boshqarish bo'lib, talablari 55 yoshgacha bo'lgan ish tajribalariga ega erkaklar kerak bo'ladi. Joylar soni do'stlar, bizga mana shu yerga hozir SY kategoriyasini mingan odamlar kerak bo'lyapti. 10 kishi shu yerga kerak do'stlar. Rus tilini bilish deyapti, majburiy. Hujjatlarni vizaviy markazga tayyorlash muddati 90 kunda bo'ladi. Ya'ni 90 kun ichida bo'ladi do'stlar. Ish haqqi do'stlar kuniga 120 yevrodan bo'ladi. Ish jadvali to'liq ish kuni bo'lib, ovqatlanish o'z hisobidan bo'ladi do'stlar. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Qo'shimcha bugunga do'stlar ko'proq tojikistonlik fuqarolarni qabul qilyapti ekan. Albatta biz o'zbekistonliklarni ham qilishligimiz mumkin. Buni bitta sharti bor. Buni imtihonlar Tojikistonda bo'lyapti ekan do'stlar. Shuning uchun ham tojikistonlik fuqarolar bo'lib o'tdi. Albatta men vakansiya bilan gaplashdim. Endi vakansiya aytish bo'yicha shu endi hali ish beruvchiga bog'liq ko'p narsa deyapti. Bu yerda ish beruvchiga bog'liq deyapti. Shaxsan biz ham bu narsa deya olmaymiz. Agar deydi O'zbekiston grajdanstvasi bo'lib, mana shu sifatlar bu insonda topiladigan bo'lsa deydi, mana misol SY kategoriyasi tajribasi bo'lib 55 yoshgacha bo'laveradi do'stlar. Mana shu tajribalar insonda bo'ladigan bo'lsa, biz deydi buni odamni Tojikistonga, ya'ni ish beruvchi deydi, Tojikistonga borib, o'sha yerda imtihondan o'tadi va qaytib kelib yana O'zbekistondan vizasini olib keladi. Agar o'toladigan bo'lsa do'stlar, shuni aytilyapti, xabarlaring bo'lsin. Bunga kerakli bo'lgan dokumentlar do'stlar, xorijiy pasport, agar imtihondan sizlar o'tadigan bo'lsalaring, xorijiy pasport, SY toifadagi haydovchilik, guvohnomasi skaner qilib, albatta bularni tashlab beradi va anketa. Anketa deb, ya'ni takror aytamanki, anketa to'ldirib berishingiz kerak. Bu ham o'sha CV, rezumiga o'xshagan narsa bo'ladi. Mana shu 3 ta vakansiyamiz do'stlar, Bolgariyadan bor. Endi ikkinchi davlatga o'tamiz do'stlar. Ikkinchi davlatdagi vakansiyamiz ham Latviyadan bo'lib, bu ham 1 yillik viza beriladi do'stlar. Transport kompaniyasi bo'lib, Riga shahrida albatta shoshilinch talab qilinyapti. SY kategoriyasi haydovchilari borlar, yuk mashinasi boshqarish albatta, talablari 55 yoshgacha yosh bo'laveradi. Tajribaga ega erkaklar kerak. Joylar soni 20 kishi do'stlar, 20 ta odam kerak. Rus tilini bilish majburiy. Hujjatlarni vizaviy markazga tayyorlash muddati 30 kunda albatta boshlanadi. Bular tayyorlanishi sharoitlar do'stlar, ish haqqi 1,5 ming yevrodan beriladi. Ish jadvali to'liq ish kuni, ovqatlanish o'z hisobidan bo'ladi. Qo'shimcha faqatgina MDH fuqarolari qabul qilinadi bu ishga. MDH davlatlaridan qabul qilinadi, ya'ni biz O'zbekiston ham bunga kirib ketadi. Hujjatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, talablar u yerda hujjat talablari xorijiy pasport, SY toifadagi haydovchilik, ikki tomonini ham skaner qilib menga tashlab berasizlar va yana bunga ham xuddi shunday anketa, rezume, CV, ya'ni shunga o'xshagan narsa tayyorlab berasizlar do'stlar. Mana shu bizni Latviyadagi ishimiz. Va yana do'stlar, bundan tashqari Latviyada qurilish sohasida ham ishimiz bor. Qurilish kompaniyasida ham yordamchi ishlar kerak va ishchilar kerak bu yerga. Albatta
ustalar ham kerak, yordamchilar ham kerak. Albatta bu yerda har xil ishga qabul qilinadi. Yordamchi ishchilar qurilish sohasida tajribasi bo'lsa afzal albatta. Hech nima bilmasalar ham ya'ni shart emas. Illoki usta bo'lish kerak, palon bo'lish kerak, piston bo'lish kerak degan hech majburiyatda emas do'stlar. Shuni aytilyapti. Ozgina tajribalaring bo'lsa yana yaxshi deyilyapti. Talablari rus tilini bilishlaring kerak bo'ladi do'stlar. Chidamlilik va ishlash istagi bo'lish kerak. Rahbar talablarini bajarish ish sharoitini va maosh oshishiga olib keladi do'stlar. Mana shu tomonlari bor ekan. Sharoitlarga keladigan bo'lsak, ish haqqi 1000 yevrodan boshlab 1300 yevrogacha maosh beradi do'stlar. Faqat aytyapman, bunga ustalar kerak emas. Agar ustalar ham keladigan bo'lsa, endi albatta nimasiga qarab turib oylik olaveradi, ko'tarilishi mumkin. Hozir bu yerda faqat passovnilar uchun aytilyapti. Passovnilarga shu 1000 yevro bilan 1300 yevro atrofida shu maosh olinadi. Maosh ishchi tezligi va tajribasiga bog'liq albatta. Yashash joylari, agar do'stlar reja oshirib bajarilsa deyapti, buyurtmachi yashash joyini to'lab beradi do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. Qo'limizdagi vakansiyalar mana shular. Lekin bilinglarki, Bolgariyadagi vakansiyalar do'stlar, albatta birinchi bo'lib shu SY kategoriyalarga tojikistonliklar birinchi bo'lib talab qilinyapti. Lekin o'zbekistonliklar ham bo'ladi. Bir kuningizga 120 yevrodan olasizlar do'stlar. 3,5 ming bo'lsa kerak, to'g'risi. Hozir men ham unaqa matematika zo'r emasman do'stlar. Shuning uchun ham qiziqadiganlar bemalol nima qilaverasizlar, yo'l kiralari qilib beriladi. Mana shu bo'lgan Bolgariyalarnikini, yo'l kiralarini qilib berishadi. Yo'l kiralari besplatniy do'stlar. Yotoq joylar besplatniy. Xullas maza qilib kelib besplatniy kelishlaring mumkin. Faqatgina lekin bunga vakansiyalarga to'lovi albatta bor. Men shaxsan sizlarga aytmaymanki, misol mana shunday qarang, mana besplatniy nimalar bo'lsa, men misol bundan men shaxsan pul olmayman do'stlar. Menga ana shu vakansiyani o'zi beradi. Shuning uchun ham do'stlar xabarlaring bo'lsinki, men bulardan olmayman. Qilib berayotgan insonlar bor ana shu yerda. Menejer yoki bo'lmasam o'rtadagi ba'zi bir konsalting firmalar bor. Bizni O'zbekistonda konsalting firmaga o'xshab 5 ta barmog'ini barobar tiqib olib turib, sizga 3000, 3,5 yevro besplatniy vakansiyani sizga shunday nima qilmaydi. Bular ham lekin ish haqqini olyapti do'stlar. Ish haqqi bularda 1,5 yevro pulini olyapti do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. 1,5 yevroga men qilib beraman sizlarga. Hammaning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.